Ko'pchilik bizdan so'ragan ekan, men nasozini, setkasini qanaqa tozalaydi, qanaqa tozalashni ham videosini chiqaraman degandim. Xudo xolasa mana bugun videosini chiqaramiz. Mana Euro 6 man, ko'pchilik so'rayapti. Euro 6 manda mana shu nasos ko'rinib turibdi. Nasosni modelda 600 gramlik tushadigan joyi bor, ko'pchilikka ko'rinayotgan bo'lsa. Shuni past tomonda, yon tomonda pastroqda yana bitta 600 gramlik tushadigani bor. Hozir nasosni yechib ko'rsatamiz. Nasosni yechganimizda mana turishdi, mana shunaqa turishda mashina turibdi. Bizga ko'rinib turgan 600 gram tushadigan joyi mana bu yerda. Lekin bizda bu yerini emas, mana tagida mana bu yerda yana bitta 600 gram tushadigan joy bor. Mana shu joyini ochganda ichida setka bo'ladi. O'sha bo'lganda 600 gramligini yechganimizdan keyin mana shunaqa ichiga tushadigan setka o'zi nasosning o'zini boltini ichiga burasangiz setkaga tushadi. O'sha bilan setkasini sug'urib olsa bo'ladi. Setkani o'zini tortib olish qiyin. Kimga shunaqa foydali videolar kerak bo'lsa, bizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham qiziqarli videolar chiqarib turamiz.